Assalomu alaykum, bu yana men Turdiyev Davronbek. Eslab qolish bo'yicha Rossiya rekordchisi. Bugungi 10-amaliyotimizni nomi prokrastinatsiya bo'ladi. Prokrastinatsiya nima degani? Bu dangasalikni ilmiy nomi. Ya'ni dangasalik qiladigan insonlarni prokrastinator deydi. Umuman olganda men sizlarga sir ocharman, balki bu narsa haqida o'zingiz ham o'ylagandirsiz. Любой inson dangasa. Hamma dangasa. Eng ko'p ishlaydigan inson ham, milliarder ham, millioner ham, sportsmen ham, har bir insonni ichida, tubida, miyasida dangasalik bor. Chunki dangasalik bu tabiiy narsa. Hattoki turli xil olimlarni tadqiqotlariga qaraganda hayvonlarda ham dangasalik bo'lar ekan. Ya'ni hayvonlar ham dangasalik qilar ekan insonlarga o'xshab. Chunki bu umuman bir tabiiy holat. Agar siz dangasa bo'lsangiz, siz o'ylamang, что sizda qanaqadir kasallik bor yoki qanaqadir psixologik отклонение bor. Yo'q, bu normal holat. Lekin dangasalikning ham turli xil turlari bo'ladi. Bu narsani biz hozir ko'rib chiqamiz. Umuman olganda, ko'p holatda dangasalik juda ham ajoyib narsa. Dangasalik bu katta kishini, aqlli, katta hayot ko'rib bo'lgan kishini irratsional va nomantiqiy xulqi. Nima degani? Ya'ni biz dangasa bo'lganimizda o'zimizni irratsional tutamiz. Ya'ni nomantiqiy tutamiz. Siz birorta muhim ish qilishingiz kerak bo'lganda, o'sha muhim ish o'rniga qanaqadir videolarni ko'rib yotasiz yoki yana birorta befoyda ish qilib yotasiz. Shu narsani irratsionallik deydi. Bu harakatlarda ko'pincha mantiq bo'lmaydi. Eng qizig'i shu paytda siz o'zingiz tushunib turasiz. Aha, men shu ishni noto'g'ri qilyapman, menimcha, lekin baribir shu ishni qilyapman. Ya'ni xuddi shunaqa bir ajoyib ping-pong hosil bo'ladi, ya'ni stol tennisi hosil bo'ladi siz xayolingizda. Lekin bu momentlarni, ya'ni dangasalikni aynan yengish uchun, dangasalikni yo'qotish uchun birinchi o'rinda dangasalikni analiz qilishni o'rganish kerak. Chunki dangasalikning yomoni ham bo'ladi, yaxshisi ham bo'ladi. Buni biz keyingi slaydlardan birlarida ko'rib chiqamiz. Asosiy dangasalik qilinadigan momentlar, ya'ni joylar bu uy ishlari bo'lishi mumkin. Misol uchun, qaysidir xonangizda svetingiz o'chib qolganda, shu bilan yarim yil, 1 yilga qolib ketishi mumkin. Nimadir olib qo'yishingiz kerak bo'lgan, yig'ishtirib qo'yishingiz kerak bo'lgan, tuzatib qo'yishingiz kerak bo'lgan va hokazo va hokazo va hokazo. Odatiy holatlarda yarim soat, 1 soatda qilib qo'yiladigan ishlar yillab cho'zilib yurishi mumkin. Yoki shaxsiy rivojlanishga tegishli dangasaliklar ko'p. Ingliz tilini o'rganaman, Dushanbadan bunaqa odamlarni taniysizlar. Dushanbadan ingliz tili o'rganuvchilar har bitta odam tanishlari orasida bo'ladi. Shaxsiy rivojlanishga kelganda ko'pchilik, juda ham ko'pchilik prokrastinatorga aylanadi, ya'ni dangasalik qiluvchi insonga aylanadi. Borgan sari o'zini o'zi yeb boradi. Ya'ni shu shaxsiy rivojlanishingizga qadam bosishingiz kerakligini tushunib turib, baribir dangasalik qiladigan bo'lsangiz, sizni o'zingizni baholashingiz samotsenka deydi bu narsani, sekin-sekin pasayib borishi boshlaydi. Keyin sog'liqqa tegishli prokrastinatsiyalar bo'ladi, ya'ni dangasaliklar bo'ladi. Stomatologga borish deysizmi, yana qanaqadir bir doktorga bir ko'rikdan o'tib kelish deysizmi, fitnesga borish deysizmi, vazn tashlash deysizmi, boshqa narsa deysizmi, umuman olganda sog'liqqa bog'liq deyarli hamma narsada biz prokrastinatsiya bilan shug'ullanamiz, ya'ni dangasalik bilan shug'ullanamiz. Endi umuman olganda men boya aytib o'tgandekki, dangasalikni turlari bor. Haqiqatdan ham shunaqa. Ko'pchilik o'ylaydiki, dangasalik faqat yomon illat, faqatgina yomon narsa deb o'ylaydi. Faqatgina yomon tomondan ko'rsatadi dangasalik, lekin aslida unday emas. Ko'p holatda dangasalik yaxshilik bo'lishi mumkin. Qanaqa ma'noda? Dangasalik ikkita turdan bo'linadi. Yomon dangasalik bor, yaxshi dangasalik bor. Endi yaxshi dangasaliklarni birinchi o'rinda ko'rib chiqamiz, chunki bu yaxshi dangasalik. Bu narsa bilan biz kurashishimiz shart emas. Nima uchun yaxshi dangasalik bizga kerakligini men sizlarga tushuntirib qo'yaman. Keyin esa biz yomon dangasalikka ko'rib chiqamiz. Qaysi holatda biz dangasaligimiz bizga zarar keltiradi, bizni vaqtimizni oladi, bizni muvaffaqiyatimizga to'sqinlik qiladi. Aynan shu joylarni ko'rib chiqamizda va yomon dangasalik bilan kurashishni o'rganib olamiz. Demak, yaxshi dangasalikka nimalar kirishi mumkin? Demak, yaxshi dangasalikka intuitsiya kirish mumkin. Intuitsiya nima degani? Intuitsiya bu ichki tuyg'u. Ko'pincha intuitsiyani 6-hissiyot deyishadi. Ya'ni nimanidir oldindan his qilish. Turli xil tadqiqotlarga boradigan bo'lsak, intuitsiya tadqiqotlar orqali hech qanday bir isbotlanmagan narsa. Lekin ko'p spetsialistlar hozirgi kunda Cal Newport deysizmi, Malcolm Gladwell deysizmi,
Aynan shaxsiy rivojlanishni neyrofiziologiya nuqtai nazaridan ko'rib chiqqan spetsialistlar intuitsiyani bizni ichki tajribamiz deb biladi. Ya'ni sizni qanaqadir tajribangiz bo'lgan, misol uchun intuitsiyadan misol keltirib beraman. Terapevt oldiga kirsangiz, 40 yil ishlagan terapevt bo'lsa, misol uchun, u odamga bitta qarashda taxminiy diagnoz qo'yish mumkin. U diagnoz ko'pincha to'g'ri bo'ladi. Ko'pincha to'g'ri bo'ladi. Yoki ustida qanaqadir mashinani ko'rib, ichini motorini ochib ko'rmasdan ham ovozdan yoki harakatlanishdan taxminan motor bilan nima bo'lishini bilish mumkin. Ya'ni biz bila olmasligimiz mumkin, lekin ular biladi, chunki shu sohada katta tajribani egallashgan. Endi nima uchun yaxshi dangasalikka men intuitsiyani kirgizyapman? Chunki ko'p holatda sizni intuitsiya shaxsiy tajribangiz aytishi mumkin. "Voy, bu ishni qilmay qo'yar" deyishi mumkin. Ya'ni shunaqa ovoz ichingizda bo'lishi mumkin, paydo bo'lib qolishi mumkin. Endi agar nuqta mashqini hozirgacha bajarib kelib turgan bo'lsangiz, siz уже o'zingiz fikrlash jarayoningizni kuzata olasiz. Har bir marta birorta shunaqa ishni bajarganingizda, mana misol uchun o'tirib hozir ingliz tili bilan shug'ullanishim kerak deganingizda o'zingizga, o'zingiz uchun savol bering. Haqiqatan ham shu narsa bilan men shug'ullanishim kerakmi yoki yo'q? Ya'ni agar dangasalik qilyapti turgan bo'lsangiz, balkim sizni intuitsiyangiz "Men qarang, ingliz tilini nima qilasan?" deb turgandir. Men maksimalistlar haqida sizlarga aytib berdim. Maksimalist odamlar oldimga juda ham ko'p keladi. "U ingliz tilini o'rganmoqchiman. Nimaga aytsam, bilmaydi. O'qish uchun emas, ish uchun emas, просто tak o'rganadiganlar ham bor." Bu holat ko'p holatda noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni pragmatik nuqtai nazar bilan qaraydigan bo'lsak, foydali, natijaviy nuqtai nazar bilan qaraydigan bo'lsak, просто tak nimadir bilan shug'ullanish kerak emas. Shuning uchun o'zingizni intuitsiyangizni, ya'ni ichki tuyg'ungizni eshitishga, tinglashga harakat qiling. Aynan shu siz dangasalik deb bilgan narsangiz ichki intuitsiyangiz bo'lishi mumkin. Ba'zida dangasalik qilish maqsadga erishishga yordam berishi mumkin. Aynan shu nuqtai nazardan kerak emas ish qilma deb turgan bo'lishi mumkin sizning miyangiz sizga. Biz bilamizki, chalg'ituvchi faktorlar va kerak emas ishlardan birinchi bo'lib qutulishimiz kerak. Undan keyingina biz qandaydir bir maqsad tomonga, muvaffaqiyat tomonga o'zimizni qadamlarimizni bosib yetib borishimiz mumkin. Endi yana bitta fundamental savollardan birini o'zingizga berishingizni men tavsiya qilardim. Nima uchun? Nima uchun men ingliz tili bilan shug'ullanaman? Nima uchun men sport zaliga chiqmoqchiman? Nima uchun men programmirovaniyani o'rganmoqchiman? Nima uchun men Black Cube treningini sotib oldim? Nima uchun men mnemonika bilan shug'ullanaman? Va hokazo va hokazo. Men o'tgan amaliyotlarimda aytib o'tgandek, har qanday tushunarsiz holatda o'ylang. Har qanday tushunarsiz, bu universal qoida. Har qanday tushunarsiz holatda to'xtab, o'zingizga savol berib ko'ring. O'ylab ko'ring. Nima uchun? Nima uchun? Shu nima uchun savol sizga javob berishi mumkin. Ya'ni siz miyangiz shu nima uchun degan savolga javob topib, dangasaligingiz o'z aslini olganda haqiqatan ham yaxshiligini siz uchun ko'rsatib berishi mumkin. Bunaqa holatlar ham juda ham ko'p bo'lgan. Endi yana bitta moment, dangasalik yaxshilik bo'lishini izohlab beruvchi bitta moment charchoq. Ba'zida dangasalik organizmning charchashiga reaksiya bo'lishi mumkin. Ya'ni sizning organizmingiz o'ta charchab ketgan. Tasavvur qiling, siz ishda ishlayapsiz, 4 ta ishda ishlayapsiz, 8 ta bolangiz bor, boqmoqchisiz, u qilasiz, bu. Undan tashqari og'aynilar bilan uchrashuv, kerak emas qanaqadir kurslar, yana bir balolar, ingliz tilidan kurs, rus tilidan kurs, programmirованиyadan kurs, buxgalteriyadan kurs, 4 ta 8 ta kurslarni o'qiyapsiz, ishlayapsiz ertalabdan kechgacha, siz charchayapsiz. Undan tashqari zalga chiqib, o'zingizni formada ushlab turmoqchisizda, rosa harakat qilyapsiz shu narsaga. Juda ham ko'payib ketgan bo'lsa, agar ortiqcha narsalar, ko'pincha organizm reaksiya berishni boshlaydi. Ya'ni siz fiziologik jihatdan dangasaga aylanasiz. Bu narsani fiziologическая prokrastinatsiya deyishadi. Ya'ni fiziologik prokrastinatsiya, fiziologik dangasalik ko'p holatda organizmni qarshiligini bildiradi. Bu yomon narsa emas, просто sizni sog'lig'ingizni asrab qolish uchun bu narsa bor. Bizning miyamizda shunaqa spuskovой крючок bor. U harakat qiladi, to'xta, sen charchagansan, sog'lig'ingga zarar yetishi mumkin, va hokazo deb sizni sekin-sekin dangasalashtiradi.
Shuning uchun agar siz zalga chiqib ishlagingiz kelmasa, shug'ullangingiz kelmasa, bir hayot tarzingizga nazar solib ko'rsangiz ham bo'ladi. Ya'ni o'ylab ko'rsangiz ham bo'ladi. Любой tushunarsiz holatda o'ylashga harakat qiling. O'ylab ko'ring-da, nima uchun menda charchoq bosyapti? Nima uchun men dangasalik qilyapman? Может быть, meni miyam charchagandir. Может быть, men ko'p ortiqcha yukni o'zimni yelkamga olgandirman. Va hokazo va hokazo savollarni o'zingizga bering, обязательно. Ya'ni dangasalik aynan shu jihatlardan yaxshi bo'lishi mumkin. O'zingizga savol berishni o'rganing, o'zingiz intuitsiyangizni, ichki tuyg'ungizni eshitish, tinglashni o'rganing. Nuqta mashqini bajaring buning uchun ko'proq va ahamiyat bering o'zingizni fiziologiyangizga. Ba'zida dam olish ham kerak. Ba'zida prosta tak yotib dangasalik qilish ham kerak bo'ladi. Bu tabiiy narsa. Haftada bir marta deysizmi, 2 haftada bir marta deysizmi, bu o'zingizga bog'liq, o'zingiz organizmingizga bog'liq. Kimdir ko'proq dam olishga muhtoj, kimdir kamroq dam olishga muhtoj. Shuning uchun o'zingizni sindirmaslik uchun siz shu joylarida o'zingizga ahamiyat berishni o'rganing. Men shu slaydlarimiz oxirida, ya'ni shu amaliyotimiz oxirida sizlarga turli xil savollar beraman. Har bitta dangasalik sizni bosganda shu savolni o'zingizga bersangiz, ko'p holatda bu dangasalik yomonmi yoki yaxshimiligini siz anglay olasiz. Endi yomon dangasaliklarning asosiy sabablari. Yomon dangasalik nima degani? Haqiqatan ham siz uchun kerak bo'lgan, siz muvaffaqiyatingiz uchun kerak bo'lgan muhim ishni bajarishni o'rniga kerak emas, vaqt o'g'irlaydigan befoyda ishlarni bajarish bu yomon dangasalik bo'ladi. Yomon dangasalikning asosiy ikkita sababi bor. Birinchisi bu perfeksionizm. Perfeksionizm nima degani? Perfeksionizm degani bu hamma narsani ideal bajarishga harakat qilish. Biz o'zimizni loyihalar degan darsimizda shu narsani ko'rib chiqqan edik. Minimal natija degan tushuncha bor. Ya'ni men aytgan edim, hamma narsani perfect qilishga harakat qilmasdan, perfect degani ideal degani shu ingliz tilidan olingan so'z bu. Siz hamma narsani ideal qilishga harakat qilaversangiz, hech narsani qila olmaysiz. Misol uchun, ingliz tilini o'rganish uchun mana bugun boshla desam ko'pchilikka, misol uchun payshanba, juma kunlari bo'lsa bu, to'xtab turing davron aka, men undan ko'ra dushanbadan boshlang. Dushanba men uchun ideal kun, ya'ni haftani kunini to'g'irlashga harakat. Kimdir oyi boshidan, kimdir kuzdan boshlayman deydi. Kimdir yilni boshidan nimadir boshlaydi. Shu har yangi yilda yangi hayot boshlaydiganlar qancha. Ya'ni unaqa insonlarda hayolda perfeksionizm borda, ular o'zlaricha hamma narsani ideal qilishga harakat qiladi, lekin ko'p holatda loyihalar, maqsadlar ideal bo'lmaydi birinchi harakatdan. Shu narsani oldindan tushunsangiz, minimal natijada bajarib qo'yasiz. Pareto qonunlarini eslang. Biz amaliyotlarimizdan bittasida gapirib o'tganmiz bu narsani loyihalar amaliyotida. Pareto qonuniga qaraganda minimal natija, ya'ni qoniqarli natijani bajarib qo'ying tezda. Любой ishni bo'lganda. Keyin shu bir nechta minimal natijalar qilganingizdan keyin u o'zi sekin-sekin ideallashishi mumkin. Oldindan bittada ideal qilib qo'yaman deb o'zingizcha perfeksionistlik qilsangiz, siz ko'p holatda prosta o'tirasizda, hech narsa qilmaysiz, ya'ni sizni prokrastinatsiya bosadi. Ikkinchi sabab, yomon dangasalikning ikkinchi sababi bu birinchi qadamning noaniqligi, ya'ni siz o'zingizni birinchi tizimingizga, yosh bolangizga noto'g'ri topshiriq qo'ygansiz yoki umuman hech qanaqa topshiriq qo'ymagansiz. Ya'ni siz nimadan boshlashni bilmaysiz. O'zingiz eslangda, ertalab yugurgansizda, to'g'rimi? Yugurishga yoki harakat qilgansiz. Juda ham ko'pchilik ertalab yugurishga harakat qiladi, ertalab turganingizda sizni uyqu bosadi. Juda ham qiyin ko'p holatda. Xo'p, turdingiz ham deylik. Turganingizdan keyin nima bo'ladi? Tak, hozir nima qilish kerak edi? Krossovkam qayerda yotuvdi? Hozir qorong'uda qidirish kerak va fonar qayerda edi? Uni yoqish kerak. Svetni yoqaversam odamlar uyg'onib ketmasmikin? Ya'ni noaniq birinchi qadam. Siz turibroq nimadir qilib keta olmaysiz. Shuni hisobga ham mayli ertaga yuguraman deysiz, yotasiz. Agar krossovkalaringizni, ketalaringizni kechqurundan tayyorlab qo'ygan bo'lsangiz, o'zingizga aytib qo'ygansiz, mana bu yerda ketib, mana bu krossovka, va hokazo qilib plan qilib qo'ygan bo'lsangiz, qayerga yugurishni plan qilib qo'ygan bo'lsangiz, ya'ni birinchi qadamingiz aniq bo'lsa, siz katta ehtimol bilan yugurgan chiqib ketasiz. Shuning uchun dangasalikning yana bitta sababi bu birinchi qadami noaniqligi. Shuning uchun topshiriqlarni maksimal aniqlashtirib, birinchi tizimimiz uchun, ya'ni yosh bola uchun yozib berganda yozishimiz kerak. Demak, dangasalik paytida o'zingizga quyidagi savollarni bersangiz bo'ladi. Haqiqatan ham shu ishni bajarmoqchimisiz? Ya'ni o'zingizga o'zingiz savol bering. Haqiqatan ham shu ish men uchun kerakmi? Haqiqatan ham bajarmoqchiman. Haqiqatan ham ingliz tili kerakmi men uchun? Haqiqatan ham hozir shu ishni men bajarishim kerakmi? Ya'ni shu ishni misol uchun o'tirib ingliz tili bilan shug'ullanmoqchisizda, dangasalik qilyapsiz. Shu joyda o'zingizga savol bering. Haqiqatan ham kerakmi hozir menga shu ingliz tili? Может быть, kerak emasligi uchun men dangasalik qilyapman. Может быть, meni intuitsiyam yoki ichki tuyg'um menga shu narsani aytyapti.
intuitsiyangizni eshiting shu nuqtai nazar. Keyin bu charchoqqa organizmning reaksiyasi ham, bu charchoq organizmning reaksiyasi emasmikin? Ya'ni aynan sizni organizmingiz charchamaganmikin? Может быть, siz 3 kundan beri uxlamayapsiz. Может быть, siz слишком ko'p so'z yodlab oldingiz orada. Shuni hisobiga hozir dangasalik qilyapsiz. O'zingizga nisbatan unaqa bir o'ta qattiq qo'l bo'lmasligi kerak. Inson baribir inson mo'rt. Shuning hisobiga miyangizni ham tushungan holatda qo'yib berishingiz kerak ayrim joylarda. O'zingizga savol bering. Bu mana shu holatdan organizm charchog'iga qanaqadir bir reaksiya emasmikin? Tushunyapsizmi? Ya'ni shu savolni o'zingizga bering. Haqiqatdan ham reaksiyaligi hayolingizga kelsa, o'ylab ko'ring. Любой tushunarsiz holatda o'ylashga o'rganing. O'ylab ko'ring. Men o'ta o'zimni qiynayormadimmikin? Shuning hisobiga может быть dangasalik qilyapman deb o'zingizga savol berishga o'rganing. Keyingi savol, shu ish uchun minimal natija qanaqa bo'ladi? Shu ish uchun minimal natija qanaqa bo'lishini aniqlab olishingiz kerak. Loyiha uchun minimal natija qanaqa bo'ladi? Minimal natijani aniqlash formulasini man sizlarga berganman. Minimal natijani aniqlash uchun, misol uchun, mana shu kitobni yozmoqchiman-da. Minimal natijani aniqlash uchun nima qilishim kerak? 3 kundan keyin shu kitobni topshiradigan bo'lsam, men nima qilar edim degan savolni o'zimga beraman. O'sha nima qilar edim savoliga javob, men bu ishni qilar edim, bu ko'pincha minimal natija bo'ladi. Shu ishlarni qilish bilan shug'ullansam, ko'pincha dangasalik kelib chiqmaydi. Ya'ni siz perfeksionist bo'lmasligingiz kerak. Minimal natijani bajaruvchi inson bo'lishingiz kerak. Yog'iga keyin yetkazib olsangiz bo'ladi. Bu eng mantiqiy yo'l. Oxirgisi birinchi tizimga qanday topshiriq bersangiz bo'ladi. Shu narsani yaxshilab o'ylab ko'ring. Ya'ni birinchi qadamimiz qanaqa bo'ladi? Birinchi qadamimizni aniqlab olishimiz kerak edi. Topshiriq sifatida yozib, stikerga o'zimiz bloknotimizga qo'yib, bu topshirig'i bajarishimiz kerak. Aynan shu holatlarda dangasalikni yengish qiyin emas. O'z aslini olganda men sizlarga rostini aytishim kerak. Dangasalik hozirgi kunga kelib, aynan shu 10-amaliyotga yetib kelganingizda siz uchun o'sha 2-darajali bo'lib qolgan bo'lishi kerak. Shu hisobiga men dangasalikni oxiriga qo'yib qo'yganman, amaliyotlar ichida oxiriga qo'yib qo'yganman. Siz agar topshiriqlarni yozib yurgan bo'lsangiz, loyihalar ro'yxatini tuzgan bo'lsangiz, checklist tutib yurgan bo'lsangiz, belgilab yurgan bo'lsangiz, nuqta mashqini bajarib yurgan bo'lsangiz, mixlarni sug'urishni bajarib yurgan bo'lsangiz, kirishni tozalash qarmoqlar orqali bajarib yurgan bo'lsangiz, hozirgi kunga qadar sizda o'sha dangasalik degan narsa deyarli qolmagan bo'lishi kerak. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Men sizlarga omad tilayman.